Assalomu alaykum o'quvchilar. Salomatmisizlar? 7-sinfdan darslarimizni davom ettiramiz. Demak, sizlar bilan kislotalar mavzusi, ya'ni 42-mavzuga yetib keldik. Demak, 42-mavzuda kislotalarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi haqida gaplashamiz. Kislotalar deb qanday moddalarga aytilarki, demak, kislotalar deb tarkibida metal atomlarga almashishni oluvchi vodorod atomlari hamda kislota qoldig'idan iborat bo'lgan murakkab moddalarga aytiladi. Endi tahlil qilsak. Demak, kislota tarkibida vodorod atomlari bor ekan. Mana shuni deb bo'yaladi. Vodorod atomlari bor ekan va bu vodorod atomlari o'zini metallarga almashishni olar ekan, ya'ni metallarga o'rnini bera olar ekan. Va vodoroddan tashqari kislota qoldig'i bor ekan. Demak, mana bu joyda aytilyapti, mana kislotalarning umumiy formasi berilyapti. Mana bu vodorod va kislota qoldig'idan tashkil topgan. Va mana shu vodorodning o'rniga metallar kelib joylashishi mumkin ekan. Mana shu narsani aytyapti bizga tepada. Xo'p, davom etamiz. Endi kislotalar tarkibidagi vodorod atomlar soni kislota qoldig'ining valentligi son jihatdan teng bo'ladi. Chunki vodorod bir valentlidir. Masalan, nitrat kislotada vodorod bitta. Demak, kislota qoldig'i vodoroddan tashqari qism bo'ladi. Pastda yana gaplashamiz. Demak, nitrat kislota qoldig'i, ya'ni NO3 bir valentli ekan. Yoki hammamizga tanish eng ko'p ishlatadigan kislotalarimizdan sulfat kislota H2SO4, vodorod 2 ta, demak, mana bu sulfat qoldig'i SO4 bizda ekvivalentlikni namoyon qiladi. Shuni aytyapti bizga. Xo'p, kislotalar funksional guruhli moddalar toifasiga kiradi. Funksional guruhda oldingi darslarda gaplashdik. Asoslarda OH funksional guruhi, demak, kislotalarda vodorod bor ekan. Xo'p, kislotalarning umumiy formulasi va vodorod va kislota qoldig'i tarzida ifodalanadi. Bu yerda K kislota qoldig'i, N kislota qoldig'ining valentligi. Demak, vodorod nechta bo'lsa, kislota qoldig'ining valentligi shunga teng deyapti. Endi kislotalarda vodorod kislota qoldig'i bilan to'g'ridan-to'g'ri bog' hosil qilgan holda birikadi. Kislotalarning empirik va grafik formularini ifodalash mumkin. Demak, mana bu joyda mana bu empirik formula, molekulyar formula, bu grafik formula deyilyapti. Sulfat kislotaning mana empirik formulasi, bu esa grafik formulasi deb aytilyapti. Fosfat kislota va fosfat kislotaning struktura formulasi. Struktura formulalarni yaxshilab o'rganib qo'yishimiz kerak, chunki struktura formulalarni bilish bizga ko'pgina mavzularda kerak bo'ladi. Bog'lanish, sigma pi bog'larni sonini topishda, oksidlanish darajasini aniqlashda, undan tashqari gibridlanish mavzularida bizda juda ham ko'p struktura formula kerak bo'ladi. Endi kislotalarning nomlanishi. Xo'p, kislotalarning nomi kislota qoldig'i nomidan keltirib chiqariladi. Bunda quyidagi asosiy kislota qoldiqlari nomiga mos kelgan kislotalar nomi hamda ularning formulasi berilgan va kislota qoldiqlar valentligi chiziqchalar bilan ko'rsatilgan. Xo'p, demak, mana qaranglar o'quvchilar, bizga kislotalar berilyapti. Mana bunday kichik holda yozib aytaman. Bizda bitta qo'shimcha ma'lumotni aytmoqchiman. Kislotalarda o'qiyotganda kislotalarda nomlanishi markaziy elementi lotincha nomidan kelib chiqqan. Bu birinchisi, sizlarga aytmoqchi bo'lgan. Masalan, oltin gugurt kislotasini biz nima uchun oltin gugurt kislota demaymiz? Sababi oltin gugurt lotincha nomi sulfur bo'lgani uchun mana shundan kelib chiqqan. Sulfid kislota, sulfat kislota yoki sulfid kislota, oltin gugurt lotincha nomi shunday bo'lgani uchun. Demak, mana yana bizda kim bor? Azot kislotasi. Nima uchun biz azot kislota deb nomlamaymiz? Sababi azot lotincha nomi nitrogenium bo'lgani uchun shundan kelib chiqib nomlangan. Nitrogenium demak nitrat kislota. Fosforda lotinchasi ham fosfor bo'lgani uchun fosfat kislotali o'zbekchasiga to'g'ri kelaveradi. Galogenlar kislotasi ham oson. Ftorid, ftordan hosil bo'lgan, xlorid, xlordan hosil bo'lgan, bular chalg'itmaydi bizni ozgina. Xo'p, mana Mishyak kislotasi demaymiz, sababi mishyakda ham lotincha nomi arsenicum bo'lgani uchun xuddi shunday bo'lgan. Demak, bir ikkita element lotincha nomini bilib olsanglar, bizga kislotalarni nomlash oson bo'ladi. Masalan, sinkat kislota. Sink nima bu? Sink demak, sink ruhda lotincha nomi edi. Demak, bizda mana bunday H2ZnO2 degan kislota bor. Yana alyuminat kislota bor bizda qo'shimcha kislotalardan H alyuminiy O2. Yana bir nechta kislotalar bor. Persulfat kislota bor, yana boshqacha sirka kislota, chumoli kislota deganlar bor. Ularni to'liq Telegram kanaliga joylab qo'yishga
harakat qilamiz. Ya'ni kislotalarni eng ko'p ishlatadigani biz anorganikada mana shu qo'shimcha kislotalarni yozib chiqqanimizda 35 ta atrofida chiqqan edi. Ularni yana sizlar bilan gaplashamiz, yozib qo'yamiz. Endi mana bu jadvalga e'tibor beradigan bo'lsanglar, kislotani nomini aytyapti, ya'ni harflar bilan yozilgandagi nomi, kislotani formulasi, molekulyar formula, kislota qoldig'i va kislota qoldig'ining nomi. Xo'p, bizda kislota qoldig'i degan narsamiz vodorodni olib tashlasak bo'ldi kislotadan. Nechta vodorodi bo'lsa, shuni olib tashlasak kislota qoldig'i bo'laveradi. Kislota qoldig'ining nomi ham kislota nomi bilan mos nomlanadi. Xo'p, organikada sal boshqacha haligi kislotani nomi boshqacha, qoldig'i boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, pastda misol qilib aytib ketsam bo'ladi. Mana bu chumoli kislota. Endi chumoli kislotani qoldig'i formiat deb aytiladi. Mana bu moddamiz HCOO natriy degan modda. Chumoli kislotani natriyli tuzi desa ham bo'ladi yoki natriy formiat deyiladi. Ya'ni kislota nomi bilan kislota qoldig'i ba'zan boshqacha bo'lishi mumkin. Bu narsa juda ham ko'pida emas. Ko'p kislotalarda kislotani nomi bilan qoldig'i mana bunday mos kelaveradi. Masalan, ftorid kislota qoldig'i, ftorid o'zini o'qiymiz. Xuddi shu ma'noda ftorid qoldig'i. Xlorid kislota, xlorid nomi to'g'ri kelaveradi. Xo'sh, demak, kislotani nomini formulasini bilsanglar, kislota qoldig'ini, mana bu kislota qoldig'i nomini yodlashingiz shart emas demoqchiman. Xo'p, demak, kislotalarni bir qator ko'rib ketamiz. Ftorid kislota HF, xlorid kislota H-xlor, bromid kislota H-brom, yodid kislota H-yod. Yodni I belgisi bilan ham ishlatamiz. O'zi aslida I belgisi bo'lishi kerak. Inglizchasiga I bilan boshlangani uchun. Xo'p, sianid kislota HCl, sulfid kislota H2S, sulfid H2SO3, sulfat H2SO4, nitrit kislota HNO2, nitrat kislota HNO3, ortofosfat yoki biz qisqartirib oddiygina fosfat ham deymiz. H3PO4, fosfid kislota H3PO3, metafosfat kislota HPO3, pirofosfat H4PO2O7, dixromatik kislota H2Xrom2O7, xromatik kislota H2Xrom4, silikat kislota H2Kremniy-O3, borat kislota H3BO3, permanganat kislota HMnO4, manganat kislota H2MnO4, arsenat kislota H3AsO4, arsenit H3AsO3, perxlorat H-xloro4, xlorat H-xloro4, 3 uzr. Xloratda 3 bo'lyapti. Xlorit H-xloro2, gipoxlorit H-xloro, bromid H-bromo2, perbromat H-bromo4, karbonat H2-krem-uglerod O3, H2SO3. Uzr, adashib ketyapman. Kislotalar jadvalini o'quvchilar, demak o'zimiz yodlab olamiz. Mana bu chiziqlar nimani bildiradi desak, chiziqlarimiz nechta vodorod bo'lsa, shu kislota qoldig'ining valentligi teng. Masalan, xromat kislotamizda 2 ta vodorod bo'lgani uchun mana ekvivalent degan ma'noda bu chiziqchalarni qo'yib ketyapti. Kislotalarni endi o'qiyotgan o'quvchilar biroz qiynalishadi nomini yodlash uchun. Iloji boricha yozib yodlashingizni tavsiya qilaman sizlarga. Kislotalarni keyin qaranglar o'quvchilar, umumiy qoidalar bor. Qo'shimcha aytib ketaman mana bu joyda. Demak, bizda ID bilan tugagan kislotalarimiz albatta kislorodsiz bo'ladi. Mana ftorid, xlorid, bromid, yodid, sianid, sulfid. Endi ID, AT bilan tugaganlar, bular albatta nima? Kislorodlilar bo'ladi. Va bizda mana bunday qoida bor. AT bilan tugaganda nima? Kislorodi ko'proq bo'ladi. Mana bu katta belgisini mana bunday qo'yib qo'yaman. Demak, mana katta kichik belgisi AT katta holatda. Yoki mana bunday yozsam ham bo'laverar ekan. Mana buni o'chiramiz. Chiziq cho'chimayapti. AT. Demak, AT bilan tugagan kislotalar albatta kislorod IT bilan tugaganga nisbatan bittaga ko'p bo'ladi. Demak, mana qaranglar. Xo'p, sulfat va sulfid kislotalar. Sulfidda 3 ta, sulfatda 4 ta, bittaga ko'p.
Nitritda 2 ta, nitratda nima? Mana 3 ta. Bittaga ko'p. Fosfitda 3 ta, fosfatda 4 ta. Xuddi shu narsamiz bizda mana bu yerda ham bor. Qani? Xlorid, xlorat. Bittaga ko'p bo'ladi. Arsenit va arsenat. Ya'ni bitta kislotani yodlab turib, ikkinchisini o'zimiz chiqarib olsak bo'laveradi. Endi mana bu joyda yana bitta narsa bor bizda. Gipo degani bor. Gipo bilan tugaydigan gipoxlorid kislota va perxlorat kislota, per qo'shimchasi bilan. Per deganda eng kattasini bildiradi, eng yuqori kislotaligini, gipo degani eng kichkinaligini bildiradi. Va mana bu qoidamiz ham o'zgarmaydi. Endi mana qaranglar. Perxlorat mana eng kattasi, 4 taligi, gipoxlorid eng kichkinasi. Mana bu at va it bilan tugaydigan kislotalarni alohida tushuntirdim. Demak, shunaqa qilib yodlasa ham bo'ladi. Ya'ni bular ozgina haligi o'zimiz abituriyentlik davrida ishlatgan sal yodlashni osonroq yo'llari desak bo'laveradi. Bunaqa yo'l bilan yodlashimiz shartmi desak, yo'q, shart emas. Agar xotirangiz yaxshi bo'lsa, yaxshi yodlagan bo'lsangiz, kislotalarni yozib chiqib ham yodlasanglar bo'laveradi. Xo'p, pastga tushamiz. Doimlik savol topshiriqlarni mustaqil o'qib qo'yasizlar. Xo'p, demak 42-mavzu bo'yicha bilishimiz kerak bo'lgan, o'rganishimiz kerak bo'lganlar shulardan iborat edi. Rahmat, sog' bo'linglar.